Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, azizlar. Mana kecha boshlagan proyektimizning davomi, 3-bo'limning 3-bo'limning izi. 1873-yilgi o'rislarning bosqini bo'yicha men xo'jalikka kelgan yerga kelib qoldik. Shu Mang'itli do'stlarimizning, Mang'itli ko'rganlarimizning shu Mang'it qirg'ini haqida iltimos qilganlar bo'yicha bugungi temamiz so ruslarning, o'rislarning bosib kelgan vaqtida 1873-yilda Mang'it qirg'ini haqida so'z bo'ladi. Vyurotkinning otryadi so xo'jaligiga kelib to'xtadi. Odan 19-may kuni shu yerdan yurib ketdi. Shu yerga kelib qoldik ham. So Alixanovning so qo'lyozmalari so tekarında bize aytib baradırmız. Assalomu alaykum. Mang'it qirg'ini haqida har turli gaplar bor. Biroq buni ne uchun shu qirg'in Mang'itda bo'ldi? Ne uchun shuncha tinchaqal o'lib ketdi? Şöyle bu soldatlar bilan kazaklarning qo'lidan degan narsaga javob berish uchun boshqa shuning uchun bu görüştüğün asıl maqsadlari kelib chiqib turadi bir narsa aytib kerakda. Nelar elinde sebep bo'lgan narsa turadi. Rossiya davlati endi Peterburg vaqtidan Rossiya bo'lmasa, bunun Moskva janisi Moskovya degan davlat, Ivan Grozniy vaqtida shu Rossiya davlati o'zi shu Peterburg vaqtidan boshlab ikki narsani eline qo'yadi. Ikki asal xalqaro deb o'ylayman. Birinchisi bu Konstantinopol qalasını qo'lga kirgizdi ham o'zlarining 3-Rim ekanlari. Ikkinchisi Hind okeaniga chiqu bu yoqdan. Mana shu neda shu Petrning vasiyatlari asosida endi undan keyin 17-18 asırlarda 18 asırın 80 yıllar, 70 yıllar Kırım Xanlığı tüketildi, basıp aldı Yekaterina vaxtında. Ondan keyin Oruslar Avrupa uruşlarına tartıldı. Fransiya bilen şu başka Napolyon'un uruşlarına. Onlardan keyin bo'lgan narsa şu 39 yıl resmi aytib o'tdik kecha Perovskiyning yurishini, hareketlerini. Başkanlar bilen türlü neler oldu, nizalar oldu, Pugachev qo'zg'algan bo'lib o'tdi. Endi xulosasi bilan chiqqandan keyin bu yog'ida endi turklar bilan mana shu 19-asrning o'rtalarında 1807-yillarga kelib Turkiya hukumati biroz zaiflashib qoldi. Mana shundan foydalangan O'rus hukumati 1853-yilda Türkiye'nin nesinde bo'lgan, ixtiyorida bo'lgan, qaramında bo'lgan, protektorati bo'lgan Valaxiya bilan Moldovani bosib oladi. Ham bir yog'dan, ikkinchi yog'dan shu boyagi ana Shipka qo'rg'oni deganlarni eshitganmiz, yosh vaqtda Bolgariya, Serbiyalarni qo'zg'ab boshlaydi Turklarga qarshi. Maqsad Istanbulni shu Konstantinopol qaytarib olib o'tdi. Bu urushdan keyin Turklar bilan urush boshlandi. Qora dengiz ichida ko'pincha kemeler neler? Bu urushda Angliya davlati bilan Fransiya davlatlari nening tarafına, Turkiyaning tarafına vardı. Bunun sebebi mustaqil davlat, onun ixtiyorindagi territoriyaga sen dov qilib olsan degan masalada shunday bo'ladi. Shu urush Qrim urushi deb aytiladi. Ya bo'lsa umuman ne urushu, Vostochная война degan bir termin bor. Sebebi bu bunda şu urush bilan şu vaqtdagi Turkiya bilan arasında bo'lib o'tgan urush bilan baylanışlı hareketlerinin devamları Uzaq Sharqda da bu Xitoyning yuqorisida ya bo'lsa menda bir kitob bor. Bunda jag'i shu Tinch okean moryaklarning Gonkongga borib shu yoqda da shu masalalar qaraldi. U Qrim urushining davomi sifatida
qaralgan şu mənbə var da, Vastochnoy vayna deyə atılır. Qırım uruşu. Şu Qırım uruşunda Orusların o 56 yıl 3 yıldan keyin to'liq mag'lubiyati bilan tamom bo'ladi. Jengiladi bular. Jengiladi. Endi Oruslarning algan savog'i bu yerdan qaytarib beradi, algan yerlarni, masalan, Davudni to'xtatadi. Algan savog'i shu bo'ladiki, bular o'zlarining qurol jaraqlarining to'liq jarasiz ekanini ko'radi. Ular shu Yevropa nelarni o'tib boshlaydi undan keyin. Qurol jaraqlarına, onların şu artilleriyasından, sapyorluk hizmetinden, minalar atılgan, şu granata, hep mina koy. Şulardan faydalanıp başlaydı, ya reaktif silahlarda işletip başlaydılar. Hula şu Kırım'da uçuş başlanan vaktinde, ya Balakya'da uçuş başlanan vaktinde, aynı vaktinde Perovski bir yaktan şu hani bu bayağı 39. yıl Şermenlere qaytib ketken Perovski bu Akmeşit'e yurt başıydı. Bir Xiva xalqına qarab Akmeşit'e kelib başıydı. Akmeşit'te keyingi Qo'qon xanlığının komendantı bo'ladi. Bu yerda bir kichkina bir yer 4 burchak qo'rg'on. İçinde bir adam ko'p emas, bularning yer adamı, ayol adamı, bala chaqasi hesaplanib, hammasi u bir 300-400 adamning atrofida Qo'qonning garnizoni turgan bo'ladi. Ularning boshlig'i shu onun keyin Qashqarda hokim bo'lgan kim edi? Yoqubbek bo'ladi. Juda bir himoyani yaxshi qiladilar bular. Şu bütün oklarısını işletip ne kılıp ahırında şu taşlarga atıp başlaydı Oruslar kala kesilme. Karasa bu muydu? Endi oraya bakan Oruslar köp neler ki Yakupbek hat jazadı. Bize tapşıramız sizge kalanı kitemiz şu Qo'qonga qaytib ketamiz degan. Hatni Perovski jırt taşıydı ama askerlerine kalan şturmaya alasılar diye. Bu Orus generallarının endi bu keldik bir qalağa ne qildik? Ular taslim bo'ldi deganlarga qaraganda urush bilan algan bular. Shturm bilan aldık bizler. Jang qilib aldık bunu degan bular uchun obro'liroq martaba ko'rinadi. Shu bilan şu tığlamay bular shturm qilib boshlaydi. Ular endi bari chiqib ketadi. Yoqubbek keyin Qashqarga ketib alaqada davlat tuzadi va hatto Uyg'urlarning davlati ma'lum uning tarixi. Sonundan şu nega qaytib keladi? Toshkent viloyatidan qaytib kelib shu nede qaysi rayon? Parkent rayon. Parkent'te yaşap şöyle hazır ballar var, askılar var, caniler, avlatlar vardı. Geçen gene bir şu Kaufman'ın yakıp savunma kılgan nelerin peşke, Galanski peşke savunma kılgan iken şunun suretini koydular. Baraken yelik edinen. Bunu Qashqardan alıp gelen sandıkların koçatıp koydular da. Sandıktan bir 200'e yakın sandık keldi şu yakta. Şunun bir ömündeki şu otağımızdan kalan zat dep suretini koydular. Hop mesela endi yaxşı. Oruslar endi şu Akmeşit'i algandan keyin bular Xivaga jurch qilmaydi da Sirdaryo bo'ylab bari tuman ketib boshlaydi. Ya şu Jetsu atroflarini o'tib ketadi har yog'i. Qo'qon xonlig'ing yerlar da endi. Keyin şu qadimgi Turkiston atroflari, Yassi atroflarına Sayran var bu yerda. Şuların atroflarida harbiy neler başlandı diye qarshi. Qo'qon xonlig'iga qarshi. Qo'qon xonlig'ining ma'lum yerlari Toshkent bilan, masalan Toshkent qalasi bu Qo'qon bilan Buxoro orasida dov bo'lib turgan qala. Kim Toshkent topshiriladi, shu alinadi. Qo'qonda xonlar o'zgartiriladi, necha marta talash boshlanadi aytib. Shu ish qilib bu narsalarning oxiri 67 yılda 1867 yılda şu Qo'qon xonlig'ining to'liq qo'lga olinuvi ham Buxoro amirligining Rossiyaning vassaline aylantiruvi, Samarqand, Jizzaxlarning shu yerdagi Rossiya ixtiyorina o'tuvi ham Turkiston jag'i desin. Turkiston okrugi tuzuluvi bilan jo'qlanadi. Bu 67 yılda bu vasriyada. Keyingi bu sebebi. Bu endi o keyingi shularni olib bo'lgandan keyin kecha aytdik, masalan shu Turkiston otryadi, Verevka otryadi, ya'ni otryadlar. Endi bular birinchidan shu Pyotrning vasiyatini amalga oshirdi. Endi shu keyin Pyotrning alami da bor bulardan.
Ayniqsa elemi Xorazm xanlığından elemi şu bayağı Aleksandr Bekovich Cherkassky'nin bular 7000'den köbürek adam jüber bize elçi jübertip alacak bolup sonra şu vaqtda şu Pyotr'un vaqtında 1713 yılları Noğaylarda kalmıqlar han boladı, Ayuka han boladı. Ayuka han bularning oruslarning kelib maqsadi sizlarda javlab olup, shunday ma'lum ko'zga yer qilib, Amudaryoda atım var deb xat yozib beradi. Xat saqlangan. O'sha. Ayuka han Sherg'azi xonga ne qiladi? Xat yozadi. Xat yozadi. Buni oruslar keyin xabardor bo'ladi. Bundan ko'p Noğaylardan ko'p xafa bo'ladilar. Noğay degende şu vaqtda mağıtlardan düşürmüş. Mağıtlar. Bu sebebi keyingi mağıtda bo'lgan voqealar bilan baylanışib bo'lgani uchun odamlar yaxshi tushunsin deb ne bo'ladi? Bizlar ko'rib o'tirganlar sal tushunsin qanday sebep bo'ldi mağıtning qirg'inina degan narsa. Xullas, janagi 18-may kuni azonda bular yo'lga chiqdilar. 18-may kuni azonda yo'lga chiqdilar. 19-may chiqib yo'lga chiqdilar. Shu yerdan yo'lga chiqib bu aytadi şu Taqadaş hazır bilgen Taqadaş yol daryanın boyundan ketken şuna qarab şu bizlarning Kunchiqadar ro'zadan chiqib Chatroq ketdi arqadan. Aybek qani neydi? Qurbonaqa ovulning ishinden de Qurbonaqa ovulning ishinden o to'g'ri chiqadigan yo'l bor edi nega? Qarg'a yo'lda. Şuradan tur çıkardım. Chatroq. Ya Chatroq har yoqda o. Mana qadim o'zi go'li qilgan chiqqan vaqtida Yo'l bor deydi edi. Kunchiqar ko'piri bor. Qabıljon boboning qashidan Turi Aybekka qo'zib, o'rtasida Turi eski yo'l bor o'sha yerda janagi. Nening bu yog'ida? Hozirgi Navruz restoranining bu yog'ida yo'l bor o. Shu ar tur ketgan. Ha shu yo'l burun ana zapravka chiqadi dedi. Taqadash yo'lning bo'yinda. Shu ariyaga ko'pirga chiqadi. Hozirgi ko'pirga da vaqtda ko'pir yo'q qo'yindi. Mağıtga chiqadigan yo'l Taqadashdan ayaga. Shu keyin har qarab o'zgarib ketaveradi-da. Endi yo'lda hech narsa ko'rmadik deydi. Qamishliq deydi, kichkina yo'l bor edi, ketdik deydi. Bular Taqadashni ko'rganini aytmaydi. Bizlar aniq bilamiz, Ketmanchi bobo qabristoni bo'lgan u yerda vaqtda buni aytmaydi. Bizlar deydi shu yoqib yarg'an degan bir suvning bo'yina borganchi deydi, hech kimni ko'rmadik deydi. Elimizdan shu To'g'ayliq, ne Qamış deydi, kichkina yo'l arasına ketdik. Yoqib yarg'an degan kanalga nega ariqqa deydi. Şu barib yetgan yerimizda deydi, bizlarda bir 70 ga yaqin Turkmen çavdurlari kutib oldi deydi. Hozirgi qayerda bo'ldi? Yoqib yarg'an, bu nening ariyog'ida, Chatroqning ariyog'ida, biroq nening beri yog'ida, ya Chatroqning beri yog'ida bo'ladi. Nening Chatroqlar Nayman avulda har yog'ida bo'ladi. Shu ikkovining o'rtasida shu yoqqa ketadigan bir suv bo'ladi-da endi. Yoqib yarg'an nemi kanal. Sebebi bu Chatroqqa yetansa yetib boradi. U kechda Turkmenlar yashaydi u yerda. Hozir endi Turkmaniston qaraydi u yerlar o. Turkmaniston qaraydi. Endi shu yerga borgan vaqtda chavdurlar chiqdi deydi. 70 chavdur deydi. Shunda yana azmat birovlari go'na miltiqlar bilan qurollangan. Bizlar Qrim ne deydi? Qrim urushining davridan qolgan qurollar deydi. Endi Sardari deydi, belinde eng so'nggi chiqqan Yevropacha revolver bor ekan deydi. Shu söylashdi bular deydi. Bular Eron orqali shu yoqdan ko'p narsa kelib turganda. Endi Chavdurlar bizga 3 ma'lumot aytdi deydi. Birinchidan bular shu Kaufman otryadining yaqinlashganini aytdi deydi. Adam qilgandan o'tib beri qarab yaqinlashib Amudaryo boylarına kelib qolganini aytdi deydi. Ikkinchidan deydi, Qaraqum ishidan keladigan Merkozov otryadining yo'lda qaytib ketganini aytdi deydi. O'zlarining ular Chavdurlar hozir aytaman, Xorazmdagi bular Qilichnyazbay degan suvning bo'yinda yashaydigan, suvning etagida, Qilichnyazbay arig'ida, Qilichnyazbay. Shu arig'ning ayağında yaşayımız bizler, suvning ayağında bizler. Chavdurlar, Igdirlar, Burunchuq deydi, Bo'zachi deydi, Abdallar bilan qo'shilib, mana shu 5 urug' bizlarda
Xesen Türkmenler de aytadi. Xesen Türkmenler, Yavmutlar, Türkmen hammasi qo'shilibdi. Bizlarning hammamiz bu 10 ming, 12 ming uyli deydi. 10 ming, 12 ming, 50 ming, 60 ming odam bo'ladi hammasi. Shular bilan birgalikda deydi, Xiva xonlig'ida bizlar jag'i kimlar bilan, Yavmutlar bilan deydi. Ular endi 30 ming uyli Yavmut deydi. Şu ular deydi, Yavmutlar neyim boyunda turadi deydi. 40 ming uylik Yavmut deydi. 40 ming uylik Yavmut. Ular ne deydi? Palvalasa yanında ular şu başka sudan su içetti. Başka arqdan. Şular su içedi. Şu nede Türkmen nelerin arasında en itibarlı neler urular bizler deb aytadi. Endi tekeler u yoqda yashaydi, uzoqlarning tekelerinde yashaydigan yeri. Sarı deganlar var, Er sarısı var, Abdalı var, canileri var, Imralısı var, Göklünü var. Türkmenlerin uru köpte. Bırak en irisi şu yerda abroysu bizlerimiz. Deb shunday xabarlarni aytadi bu. Shu bilan ular qaytib ketadi, bular yo'lga davom etadi, borib bizlarning nening to'g'risida, Nazarxonning to'g'risida qo'nish qiladilar da. Jasatlar shu yerda Berzaqda. Nazarxon to'g'risida shu Nazarxon to'g'ri aytadi shu yerda, shu Nazarxon daryoning qisilgan yeri bor ekan, qisilgan yeri bor ekan deb. Çatıravuk degan so'zning ma'nosi ham o'zi jag'i chat degan, mana bu burkulgan yer chat deb aytiladi-da, ikkinchisi. Shu taragan yer, mana taraydi shu. Daryoning kengaygan yerda avval tarayib, so'ng keladi. Qisloq bo'lgan u yerda, daryoning qishlog'ida, qisloq. Çatıravuk. Ma'nosi shu-da o'zi. Shu Nazarxon ham deb aytadi bu yerda. Bu yoqda Çatıravuk deymiz. Shu bular shu yerda qo'nadilar, albatta urush bo'ladi, qisqa xullosi Qıpçaqda o'tadilar, Qıpçaqda da azmaz urush bo'ladi. Qıpçaqning yanından 20 may kuni tong erta bilan bular Mang'it astrasida yetib boradi. Mang'itga bir 2-3 kilometr qolgan yerinde endi Xiva xonning ko'pchilik askarlari shu yerga saf tuzib, bular bilan urushga tayin bo'lib turgan bo'ladi. Ham shu yerda biraz urush bo'ladi. Endi artilleriya atiladi, yig'iladi. Ular hujum qiladilar, qilich bilan, ne bilan uzoqdan atadilar. Ular ham shu atishma bo'ladi, ne bo'ladi? Bunlardan bir iki adam o'yladi, ulardan ko'pchilik o'ldi deydi. Keyin oqibatda bular bizlardan atgan o'qlarga nelarga chidolmasdan deydi, har qaysi har tarafga tarab shu ko'rinib turgan Mang'itning elindagi bog'lar var, o bog'lar shularning arasidan 2 adam 5 adam kirib, oxirida ketdilar, ular ko'zdan g'oyib bo'ldi deydi. Bizlar qaytadan saflarni nega boshlasak, elimizden Mang'itning neler çıktı deydi. Yaş ukanları şu meyve şüve ne ko'tarib elimizden çıktılar. Şu kala da her bir adam çok tanış kala bu. Ular xonning neler emas ketdi ular bu yoqqa chiqib. Onu ne betga Xitoy betga ketdi. Qala'nın içine kirib bu yerda Alikantning ko'rsatmalariga asoslanib olamiz. Biroq boshqa nelar ham bor-da, u yerda 2-3 nelar manbalar bor-da. Boshqa daraklar ham bor. Alikanov aytadi, bizlarning Kavkaz otryad, ana boshda endi bir kun otryad yuradi, undan keyin izlab Kavkaz otryad yurib, qal'aning bir deydi, bunday qiladi. Mang'it deydi, qal'asi deydi, bir divorlangan divori bor, 4 divori bor. Shunday qala ekan deydi, kichkinagina miniatyurli qala deydi. Bu ayni Xo'jayli qalasining kichaytirilgan formasi deydi-da. Xo'jayli qanday bo'lsa, biroq deydi, Xo'jayli o'xshaydi. 2000 ga yaqin Aralda o'zbeklar yashaydigan qala ekan deydi. Endi shu Aralda o'zbeklar yashaydigan qala deganda shu Qo'ng'ratdan tortib, masalan, shu Qo'ng'rat Xanjabning ikki jag'ida joylashgan bo'lsa, Xo'jayli Suvallining ikki yog'ida joylashgan bo'lsa, Mang'itlarning ikki yog'ida joylashgan kichkinagina qo'rg'on bo'lganda, buni divorlari bo'lgan, bir divori buzilgan bo'lsa, aytdik-ku joyda bir divor buzilgan bo'lsa, divorli bor hisoblanmaydi deydi, biroq o'rtada divorni ko'rdi, divor bor deydi, agar joyda nesi bor. Deydi. Mang'itda bo'lgan, shuning netidan deydi, o'rtanchi ko'chasidan yurib o'tdik, yurib o'tib Mang'itning arayog'idan chiqdik, Xitoy betidan chiqdik, Xitoyga ketadigan yo'lga chiqdik-da, shuytib shu yerda lager qurib bizlar jatdik deydi. Bu yog'imizda bular kelishda mana Yerokkan atrofida har doim mana sol qo'lda yurgan, harakatda Lamakan atrofida o'ng qo'lda yurgan, ham kerak vaqtida ular elini chiqargan, ular izida yurganda.
Бұл Алихан Ламакинмен жүрді, да? Алихан Ламакинмен 10 қол бетте жүрді, постоянно 10 қол бетте. Енді шықтық, лагерь құрып жаттық дейді, дәм алуға. Енді азанда ұрыш болды, бір әбетлердің уақыты болып қалды да, енді үш уақытта жақынлашты. Çadırda devam yapacağız, palatkadaydı. O otağıma yani değil palatkada baydattı. Devam batır vaktinde kara taraftan deydi bir tasıp sur mıltığa atılıp başladı deydi. Belki mıltıkların sesi işledi, şavkın eşildiydi uzaktan. Şimdi beni bir gün çağırıp ne bu batır bir haber oldu bir hafta. Ne bu batır? Aksakallar kütüp aldı ular. Ava kütüp aldı, ötken jiberdi, her yağına boldu. Şu kala tapşırıldı bunlar. Orusların ixtiyarında kaladı. Orusların nesine öttü yani bunları küne. Aksakallar çıktı, aytdı, itaat bildirdi. Bu kalasılardı dedi. Böyle kurallı adam yok dedi. Hemmesi ketti bunların, ötüp ketti dedi bize de. Ötüp ketti dedi. Şöyle ahvalda, şunu da buradan o vakitin ses çıkalım. Niye bu batır yani? Kayıttan anılar cinalıp gelip yana kayıttan hücum başladı bana bir ülke. Baya ötüp ketkenler azından. Lamakin'in adı çadır kurup atır hocam. Çadır jatıptı, demalı batır. Bir iki saat demalı var yani. Yürüpkünün adı kalan içinde kağamış mı? Yok. Yürüpkünün onlar el çıktı, onlar elde öttü. Onlar izinden geldi, onlar ötüp ketti. Bu yatta niye kalacak? Bu yatta aboz geledi bunların izinden de. Arabalar geledi, tüyeler ötedi, neler ötedi. Şu ötetti, artileri ötedi, başkası ötedi. Ağır neler ötetti. Yani kalan. Bunların ucu ötüp boğan vakit hesaplamatta. Bunlar demalı batırmış. Böyle çadırlan kurup oldu. O bir iki saat gereken mesela devam. Men deydi, xabaranoğa kettim, atqa binib kettim deydi. Qalan nesine darvozasına жақынлашқанымdan əlimdən көп neler çıkıp başladı. Kazaklar, saldatlar deydi, ryadovoy saldatlar da endi. Çıkıp başladı. Onlardan her kaçının koltukları türlü mesela üydün rızgardın zatları deydi. Yağday biri köpçük ağan, biri gilem ağan, biri yağday birilerin kiyimlerini ağan, biriler ıdış tabak ağan, yağday kumvan var mı, ne var mı? Hemmesi koluna zat kütürüp getirgen. Gördüm deydi. Şuları gördüm deydi. Benim özü yazı vatanında şunu dedim. Gördüm deydi. Yani arak para gördüm deydi. Bağırlaş, şağırlaş kuyadır, bu yerde bir orş hareketi başkanı sezilgen yok mu? Harbi hareket bu, bir caradar, paradar kurgan yok mu? Normal adamlar. Ki atır, işte daruzdan çıkıp, kalan içinden çıkıp. Harak varsam, bir, ne bilen, bir kazak deydi, bir saldatka aytıvadır deydi. Kazak deydi, bir mahalli atka, şuyurun atına, meni bağan deydi, yaşlı at eken deydi, zatlı at görünüp tuttuyu. Yeki şunlu attı, cetekle bağan deydi. Attı arkasına ne bağan, cetekle bağan. Şuydu, saldat kaytadı. Al bana arkasına menden, at satıp al, Saldat kaytadı, kop kançeden sağ bir neden deydi, sulkavay degen, selkavay 10 rublge, 10 rublge. Al dedi. Aytadı. Ya lan sen yeten bari sen bunu taşıp gitti aytadı. Algız mıydı o deydi de ana. Yukarıdakiler dedi. Dedi. Aytadı. Çoğun ala koy dedi. Yak dedi almayayım saldı. Sen ağal yerde benim anlamam o deydi ona. Benim anlamam. Ben mutkalamam deydi de. Saldı. Ben şu kurup kar kiredi. Kirsem deydi. Bir köşenin nesinde deydi. Bir adam kaçıştı deydi, şu kar adam kaçıp baradır, başçalan deydi, gözü dahşetke tolgan, bunday kılıp gözü işte görmeydi, korkunçka tolgan arkasından bir kazak baltık bilen ne yaptı, nişan yaptı, biraz da attı deydi. Kanka bilen çıkıldı deydi. Beni gördü uzaktan deydi, beni görgenden devre bir dığır köşeye kaçıp gitti deydi. Salda da? Hava sandım. Şuytup arak girdim dedi, arak girsem hapisheriler çıktı elimden dedi. Niye bu batır deyip ularına sonra bizlerin bayramımız niye bu batırgan? Bir aytkan şu bizlerden izimizde kıyadırgan abozga hücum kılgan küşüydü kalan adamları. Şundan deyip eşittik deydi. Başka mesela yine bir vakıya aytıp beredi. Cana bir hapisherilerdi koyduk deydi. Onlara bayram, onlar habersız deydi. Buna sen niye bu batırganı?
екі офицер келатыр екен дейді, қаланың бір көшесінде келатырса, бір үйден шала киінген бір ұзын бойлы, бас жалаң бір ғары дейді, ұлқан сақалы, ұлқан бір адам жүгіріп шықты дейді. Жүгіріп шықты, мойнында қылыштың зарбынан екі мәрте қылышпен ұрылған зарбы, қан кетіп тұрды, қала өшілай дейді. Сөйтіп арқасынан жүгіріп қазақ шықты жаңа үйден, біреудің үйі ойын. Қазақ шықты, қылыш көтеріп жаңа арқасынан қуалап жүрген екен. Сөйтіп офицердің бірі айтты, қазақ не қылмасың сен? Бұл тыныш адам о. Неге оны қылышпасың десе? Сен ваш благородие дейді, ішіңіз болмасын дейді, жаңағы қазақ айтады. Сен қалай ішің болмайды сен? Анау офицер, анау... Приказ, қалай ішің болмайды? Жоғал дейді, тұр жоғал болмаса дейді, азыр башыңнан дейді, не ашып қоямын дейді. Дәрші ашып қоямын дейді. Не дейді? Башыма дейді, мұны қылышы не үшін беріп қойып тұрма дейді, шашқа зачем дейді, анау шашқа. Деп қылышы кезеді офицерге, офицер несі шығарады да, ат машина құрал шығарады. Атташа біз кеттік дейді, сөйтіп дейді. Уақи айтып береді. Енді арақ жүрдім дейді, жаптың бойына шықтым дейді. Қаланың ішінде жап бар бойында. Жаптың бойында дейді, жағада дейді бір 15 аял дейді, кәмпірлер, аяллар дейді, ол дақшаттың өзін жоғатқан дейді, албырап қалған шундай қорқынышқа беріліп, шу бетаузылары өздерінің қайырға жасырынуды білмей жатыр екен дейді. Арқасында дейді, жаптың жағасы менен, мынау көшенің дивалының арасында дейді, тәректің нелері бар, тәреклердің нелері бір 100-ге жақын адам жасырып тұрған екен дейді. Сөйтіп мен оларға келіңдер жақыныма деп шақырсам, қорқты дейді олар. Қайта-қайта айттым дейді. Өздерін тілінде сөйлеп жатырмын дейді. Кавказда, түркі тілінде сөйлеп жатыр, келін бұяққа. Кавказдықта? Енді Алихан, Мақсұт ата. Бір 3-4 айтқанымнан кейін зорға жақынлап келділер бір уақытта дейді. Қайта-қайта аяғыма жығылып, мен дейді, рахматларда біздерді құтқарыңдар шынаса. Қоп яқшы жүріңдер біздер лагерге апарайсызларды етіп, өздеріміздің тұрған жеріне Веревканың жаңағы несіне алып кеткен. Қорқты дейді, ене қорқты. Ене көп нелер менен, күшлер менен бұларды ертіп апарып, бұларды тыныш адамларды апарып, лагерге апарып, тапшырып дейді, мына тыныш ақалы бұлар жаңағыдай қашып өздеріне қылар білмей жүріпті деп тапшырдым дейді. Сөйтіп, енді ақырында şu жерде аяғында созып отырмайды да, бұл бір гәп айтады. Дүнияның әрқандай армиясында дейді, армиясында шундай ғаләмес, жарамас адамлар ұшырайды деп қояды да. Енді біз орыс артасында шундай адамлар ұшырады ғой деген мәлісті айтып қойыпты. Енді ене біресе айту керек. Бұл күнделіктер әмес цензура астында да, цензура астында. Фақат бұл орыс офицерлердің күнделіктері. Bir vakıya buladı, Ştam degen bularda bir Avstriyanın nesi buladı? Ofiseri buladı da, özü Avstriyis, şu yaptığın adamı da özü gırada. Bana şu Avstriyis buların atriyatında. Bir-iki xatçı veredi de cağda, kolay kelgen jerde. Şöyle bir xatı bunun jetip baradı da, Ştab körüp koyады, qarasa şu bunçeri bir ne emas bu, maqtidin emas bu, oruslar emas dep koygan jeri boladı da. Ana şundan keyin deydi, şu Ştamның her qanday korrespondent etsen senzura qilib topshirildi bizlarga degan gap bor da bu yerda. Şamaman necha adam o'ldirilgan bo'lishi mumkin? Endi ular hozir endi shuni bu endi Alixanov aytib o'tirgani, Mang'it xalqining bo'yicha. Bunun Alixanov ne sebepten bo'ldi deganda жаңа bir yerden şu abozga ne qilib degan birovning so'zini aytib ketadi, biroq o'zi aytmaydi eshitsa da bu sababini aytmaydi oqibatda. Biroq axir bahalagan vaqtida жаңағыдай bizlarning armiyada shunday odamlar uchradi, hamma armiyada bor bu degan gapni bir azmaz bo'lsa da bir nesi bor odamlar da misol shu xabari yo'q, vizani bor odam. Sal bo'lsa da o'zi bir odamgarchilik bor odamlar. Ana Kazakda atib tashlagan ofitser misol shu ofitserlar umuman xabarsiz. Ne bo'lyapti deb budan bu ulardan so'raydi da, misol uchun. Ne bo'lyapti o'zi? Bu qalani aldık, adamlar tinch, misol uchun qurolli odamlar yo'q içinde, askar yo'q. Nega bu tinch odamlar bunlar? Nega bu talanchilik bo'lyapti? Nega bu odamlarning ko'rpa-jasliqlaridan talab chiqyapti, misol uchun? Qurollarni, nega masala? Endi boshqa manbalarda aytiladi. Birovunda aytadi,
армия өтті дейді. Отрядтар өтті, екі отряд өтіп болды. Ізінен обоз келтірген обозға дейді, енді ауыр техника бар ғой. Мынау жаптың көпіріне саперлар ішлеп жатыр екен дейді, жаңағыдай. Көпірді түзулеу үшін, ауыр техника өтуге көпірді түзулеу жіберу үшін де ішлеп жатыр екен. Şu обозға дейді, саперларға дейді, хаулылардан бірінші адам мылтықпен атыпты дейді да, шуларға дейді. Бірақ ешкімге жарадар болмаған, ешкімге не қылмаған. Бұлар шундай тагование қылған да енді şu уақиғаны. Үшінші біреуінде әлі şu Алиханов болған Кавказ отрядына hücum қылыпты. Енді не өтіп кетті ғой, бір күн өтіп кетті. Ізінен Ламакиннің отряды келатырған, şu Ламакин отрядына қалалылар hücum қылыпты, көшеден өтіп баратырған жерінде деген ене жазғанлары бар да бұларда. Алиханов ол қасында болған. Алиханов өтіп кеткен, айтып қойыпты, өзі айтып қойыпты. Біздер әлде өтіп кеттік. Ізімізде обоз келатыр еді, обоздан тыныштап өтті. Бұл қала тыныштап. Енді бұларды енді Мағыт халқы 2000 адамлық қорған дедік. 2000 адамның енді орыстардың мәліметлерінде бұл жерде 400 адам өлтірілді деді. 400 адам, тыныш адамдар, қолында құрал жоқ. Қарылар, аяллар, балалар қанша. Қорққанның өзін жапқа ташап, жаққа шөп кеткен қанша болған бұлардың құда өлетті. Енді Мағыт халқы бұл азыр 1500 шахид деп айтады. Böyle. Енді орыстар 400 адам өлді, тыныш адам өлді деген мойнына алып қойған жері шундай. Халықтың айтатын 1500 шахид қабірстаны бар бұлардың. Өзі 2000 адам болса, 1500 шахид болса, хоп мәйлі, анау әліндегі болған ұрышта 100 адам, 200 адам өлді, олардан көмді деп ойлайды. Мысалы, Мағыттың әлінде ұрыш бар, Қыпшақтың бер жағында, Мағытқа жетім Истанбулдың. Енді шunda кеп бар ки, бұл енді тыныш ақылы бәрі genocid bu hop 1500 болмасын, 400 болмасын, bir ortaça nene ağanda 1000 adamda öldürgenin özünde 2 adam biri ölgen болады да, мысалы. Bir aylada 4-5 adam var diye hesaplasang, bir ayladan 2 adamға тура келіп тұрды нәрсе. Бұл жерде бір сұрау туылады. Маңғыт өзі тәсілім болған болса, өзі алдына шыққан болса, біздер тыныш ақалымыз деген болса, bu yerden оларды өлтіруден сұрау пайда болу. Енді şu жерде, мысалы үшін, мен өзіміз тәхминді айтамыз да, bu жерде орыстар олардың мәмелерінде ене бір қызық келіп жүреді, şu Мағытпен байланысты. Bir мәмеле айтады, бұл дейді, şu қырғын doğumында дейді, қырғын doğumында, бұларға neler kırılıp atırgalılar, tınça kaldı dedi ya, Orus atletlarındağı saldatlar menen kazaklar dedi. Bunlardan ekoğu da dedi, Mağıt kabilesinin, Mağıtlardan Pyotr Bir'in vaktinde, bunu bir yerde yaşama, tahtada yaşayıp neydi bunlar negizinde. Hani şu yerde bunlar Bekoviç Çerkaski'nin atletini kırga, şuğa cevap dep oylabam көрмеген деген gap var. Endi oylama Bekovskiy, Cherkaskiy'nin atletini endi Mağıtlar kimler? Bular endi şu yerде yaşagan bolsa, hakikaten Bekovskiy, Cherkaskiy'nin vaktında hakikaten şu Shergazi Khan bilen koşulup şu ona Bekovskiy jetimlik askerde nesine katnaşkan bolsalar Mağıtlar. Endi oruslar Mağıtlarni kimler eken yaxshi biladi. Misal şu Mağıtlar bu Nogaylar bilen, Nogay ordasından çıkkan. Nogay ordasında o vaktında oruslardan almay kalgan Bekovskiy, Cherkaskiy vaktında bir elem var. Ayuka Khan деген Kalmık Khan boladı. Mana şu Ayuka Khan oruslardan Bekovskiy, Cherkaskiy'nin atretlari ol bir yılga yakın tayarlık görediler de o atretler Kafkas'ın Kaspiy'nin atretlarında. Bu ya Astrakhan portundan da kemeler ve adamlar taşıp portlarda kurup nelerdi kurup. Bu Shergazi Khan'a yazgan hatı saklanıp kalgan da Ayuka Khan'ın. Ayuka Khan aytadı bu tırışık bilen baratırgan yoksa bunlar. Bunlardan niyeti şu nene yene balu, Xarezm'de yene balu, altınların ne kılıp balu degen gap bilen agaqlandırады bu Shergazi Khan'da. Bunu keyin oruslar bilip koyады. Ayuka Khan'da qattiq xafa bo'ladi. Bu endi juda bir qalmoqlar bilan oruslarning munosabatlari birde bularni qo'llab-quvvatlab qozoqlar bilan, qarabaqlar bilan urushlarinda ko'mak berib turadi. Birde bularga qarshi anılarni qo'zg'ab turadi. Shu oxirida
bir qismi qaramaqlarning bo'lgan bo'yida qolib ketdi, bir qismi jag'i qaytib ketdi-da, jo'ng'ar bo'lib. Ayub Xon javob qaytaradi. Ha, Ayub Xon aytadi, bu jiberadi. Endi qo'shni davlat misol uchun arasida ne bo'lmagan unchalik, bularning urush janjali ko'p bo'lmaganda, o'shalar ko'p kelmagan qarmoqlardan bir yo'llarga basqa qilibdi, lo'g'aylardan. Bu mang'itga ayni degan mang'itni shunday bir jazolab hammaning ko'zini qo'rqizib qo'yib, o'ris hukumati hech qachon saha qilingan jamoatlikni unutmaydi, har doim yodida bo'ladi degan narsa shu Verevkinning miyasida bo'lgan. Boshqa bilmasa-da Verevkin bilgan ham Verevkin ofitserlarni aytmaydi. Sababi ofitserlar жаңа aytganimizdek Yevropa urushini ko'rgan. Azmoz bo'lsa-da nesi bor, qarshilik qiladi. Instruksiya shundayda. Urush nizomlari, qonunlar. Endi xalqaro qarab turibdi, bu narsa keyin agar chiqib ketsa, misol uchun, keyin hozir aytamiz, jag'i nening Kaufmanning bir qatasida, Kaufman shunday bir qilibqa yo'l qo'yib, keyin sharmanda bo'ladi. Shunday bir xatarlikka yo'l qo'yib, tinchlig'ini qirg'i ruxsat berib, ne qiladi. Endi bizlar taxmin shunday, endi nima qilish kerak? Mana nesidan kelib chiqish kerak-da, Verevkinning bilan o'sha uning psixologiyasini bir qarab chiqamiz. Qanday bu? Bu ofitser, general, misol uchun bu endi Yevropa qarab turibdi. Bular Osiyo mamlakatlarini juj qilyapti. Bu Angliya bu bir yog'dan nega Turkiston Kaufmanga ikkinchi qilib qo'yibdi bular. Analar birinchi, bular ikkinchi. Har qaysining o'zining marsruti bor. Qarankanda qayerga uchrashuvi, qayerdan kirib boruvi, Xivaga hammasi bor belgilangan. Biroq yo'lda bu kutganday bir ertang bir maqtangaday bir urushlar bo'lgan yo'q. Qarshiliklar bo'lgan yo'q. Har tiyib qochib shunday yo'llar bilan kelatir endi. Bilan oldindan Mang'it qalasi chiqdi endi. Mang'itga bir karta bor ularning qo'lida. Bulardan keyin Mang'it, bulardan keyin ne keladini Xitoy kelgan bilib turibdi, misol uchun kartasına qarabda. Mang'it xalqini endi bir shu yerda bir bütün neni qo'rqizib qo'yu nesi bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan bu qon istab turibdi-da, jajda urush istab turibdi. Bu ular bilan shunday urushlar bilan Xivani yeladi, Xivaning nesi degan narsasi bor-da. Bu keyingi nelarni ko'ramiz buning. Verevkinga Kaufman bilan baylanishda bo'lib, Kaufmanning aytganini tinglaw kerak-da bu. Biroq ne qiladi? Mana o'tdi, Mang'itdan o'tdi bular. Mang'itdan o'tgandan keyin 2 kundan keyin Qiyat Qo'rat degan yerga boradi. Ular bir kanal. Qadim shu Daryoning har yonidan kattadan ko'chirilgan Qiyat Qo'ratlar nesine boradi. Bu yangi ariqning nesinde-da, gullardan ham o'tadi, u yoqdan o'tgan. Ana shu yerda jag'i nening oldina, buning oldina Xiva xonni elchi keladi. Shu Yaqubboy keladi, Yaqubboy degan odam. Yaqubboy degan odam bilamiz, bu Qo'ratda shu mana nega yovmutlarga boshchilik qiluvga jibarilib qo'ygan Xivaning amaldori bu. Yaqubboy degan odam-da. Shu odam keladi, Aliqanov aytadi, general uxlab o'tir edi vaqtda deydi. Bizlarga ofitserlarga aytdi, shtabning ofitserlarini choy pay berib, shuni kutib o'tiringlar, jana yig'ilib o'tirib, hozir kiyim chiqaman degan. Bizlar u keldi, ko'rdik, bunday odam ekan, turlari bunday ekan, o'zini yaxshi tutadi, bir basavlat, janaday nesi, ne deydi, salobatli odam ekan. Deydi, bizga choy berdik deydi, biz papiros berdik deydi, shu bilmayman, u yoqib papiros chekdimi, chekmadimi, ish qilib berdik degan, ugoshali papirosim, choyim ugoshali papirosim degan gaplar bor. General kirib keldi deydi, bu bir Yevropa diplomatlari havas qiladigan darajada buna ne bilan deydi, bir buxar bilan ne bilan deydi, juda bir selgana boshim bunday qilib turib ne qo'ydi deydi, generalga deydi, o'rnidan turib. Yoqubboy deydi. Keyin xatni berdi deydi. Xatda deydi, unda aytilgan ekan deydi. Men debdi, xon aytibdi, ne bilan kelishdim, yarim boshqa bilan kelishdim. Kaufman bilan. Ma 3 kun muddat kerak o'ylanuvma. Sizlar bo'lsa to'xtamasdan kelatirsizlar Xivaga. Shu yerda to'xtab turing endi jetgan yeringizda. Mening iltimosim shu.
urush hareketi bulmay tursun bizlerde. Bana bir 3 günden keyin cevabını aytaman sizlerge. Degen ekan da bir gün okuydu da Yakupay aytadı. Men deydi yarın paşanın yazma nesine buyruğuna emel kılaman koru deydi. Hazırcha o yok mu deydi. Men to'xtamayman deydi. Men bara beraman deydi. Bunda o'zi ichki bir o'y bor. Shu Kaufmandan eldirek Xivaga jetib borib, Xivani shturm bilan oldi. Endi hujum bilan oluv Xivanda bor. Sebebi şu hamının janagı kimning Kaufmanning kelishimi bo'yicha lo'yor bo'yicha. Endi bular Xivaga Kaufman Hazaras darvozasi orqali kirib kelish kerak bo'ladi. Şunda müddet aytıladi, endi periodda kirib kelish kerak. Neler bo'lsa, Yurek otryadi Xivaning Shaqabat darvozasiga yetib keladi. Shaqabatga darvozasiga yetib kelgandan keyin shu atrofida turib, bu chiqqan borma, kirgan borma hammani shu o'qqa tutib boshlaydi. Pushkalarda o'tirib tutib boshlaydi. Shunda Xiva xoni şu yoqdan chiqib keladi, shu darvozadan chiqib keladi odamlarni. Bular bir o'q atgan o'g'i nega? Bular bilmaydi o'slar kimga ne bo'lganda. Xiva xonning atini tiyadi. At o'ladi, jig'iladi, xonam jig'iladi, xon jig'iladi, boshqa atga minib, endi Shaqabat darvozasidan chiqqandan keyin bular endi bular bilan o'shamiz, to'xtatamiz bularni deb chiqib keldi-da. Karşında yomutlar var, neler var, özünün adamları var hanımda. Kecegide antışkan Türkmenler var. Ama şu yomutlar yani 30 bin neler üylü diyelim 30 bin üy arkası 5 adamdan bu arada 150 bin adam buladı da o. Yani köbeytilgen diyelim olmasa da. Yani onun bir kısmı jağı neyle yürüttü, karısı o sıcağı Atamurat Türkmen'in içinde olan yomutku. Yani böyle bu Xiva Xanı atını özgertkenden keyin bular bilan yig'ilmaydi, jag'i o'qqa tutibdi endi. Bular har qarab burilib ketadi da. Shu Nebetga ketadi. Turkmenlar jashin yoqqa betga ketadi, shu yoqqa chiqib ketadi. Mana shundan Xiva xoni qalani Xivani tashlab qochdi degan narsa. Bu endi bu xabar tarqiydi. Kaufmanga eldine keyin o'rnuna Atajon To'rani qo'yib jag'i daisi ekovi boradilar. Men ham bo'ldim. Erdin ham yo'q endi Xivada u ketdi yomutlarning arasında deydi. Kaufman aytadi, "Ya men sen bilan söylashmayman. Mana shu xonni o'zini olib keldi. O'zi kelsin." Sababi ularni ko'rsatma shundayda bular. Sababi xon tashlab ketdi, o'rnuna boshqa odamni xon qo'ydilar. Şu xon bilan kelishim qildi desa boshqa bo'ladi. Xonning o'zi bo'ynini oldi, vassal bo'ldi. Bu amalda legitim xonda, misol uchun, niye legitim xon? Buni Yevropa davlatlari tanamaydi. Mesela tanamaydi. Shuning uchun ko'rsatma shunday bo'lgan. Bu kimning Kaufmanning ixtiyoridan baylanish emasda. Bu shart majburiy turda Muhammad Rahim xon bilan shartnoma tuzish kerak-da. Bo'lajak kendi bilan shartnomasini. Şu talqalanan vaxtında bana şu nuqtai nazardan talqalaganımız ma'qul bo'ladi bizlarda. Bu majburiy narsa. Endi shu jag'i Yurekning qatasına o'xshab, Yurekning qatasida endi unchalik ko'p odam mag'it nesi qirg'inlar bizlarning Yurekkin Lamakin polkovnik bu Mang'ishloq otryadining boshlig'i, bu Kavkaz otryadining boshlig'i da negizinde şu Kavkazdan jinagan otryadlar. Bunlar bo'lsa Orenburgdan kelgan otryadlar. Yurekkin otryadında aytib o'tirman, bularda birinchidan şu bayağı Perovskiyning o'chi bor. Perovskiy adamı. Orenburg. Ikkinchidan bular yurgan vaqtida podsho ajratgan bularga puldan tashqari Orenburgda turgan bütün o'ris fuqarolarining hammasi bularga qo'shimcha ne beradi? Har kim kiyim-kechak beradi, oziq-ovqat beradi, qurol beradi, ne beradi? Bular judayam bütün otryadlarning içinde bu Yurekkinning otryadi eng bir ne bo'ladi jag'day. Ne diyeyim, təminlənən armiya bo'ladi, təminlənən. Ya, həmmə nəsə bilan qoşumşa, nelər köpdə bu. Savdigarlar var, nelər yerdən berərlər də bu. Həm o da şu burungu Orenburgsk otryad neden elden yığılıb Xivaga uruş bilan kirib
Uç gülmese bulmaydı. Bu jağı Pushkin'den atıp içinde bunun saldatları jağı ok bilen jarıp kırıp görüp jağı kolunda kuralmaya kırıp görüp. Şunun için bu Şakavat darvazasına hücum kılardı. Bu yakta hücum tınış olmaya kırıp gelecek. Kırıp gelecek. Bulmasa bu yaktan iki keyin kezim var olar. Kaufman bundan bir şey soruydu. Kaufman. Kimden? Bu sizin bu hareketiniz düşündürün deydi. Nege bu Darvazaga kalı hücum kıldınız? Hanın içinde Hanın sarayını diyeyim burada bularda. Skobilip var, şunda Ali Karman bu şuydu, Caranal, Şulan var, şu ama kirdigene kiredi bularda. Şu uşadı kalan şimdi. Hem özü yürükünü özü gözünden oğucu düşüyordu da. Gözünden. Gözü caralar bulup yatkan vaktinde Kaufman soruydu buna. Ya bir şey. Bunun cevabı var. Ben dedi, her sefer aytıp kelgen ben, Xivada iki partiya var dedi. Bizler men urşamız degenler var dedi, urşumuz degenler var dedi. Men dedi, bu bizler men urşamız degen partiyanın dedi, bizlerge karşı sizler korktum dedi. Şunun için dedi, bu hücum kıldım bulardan nesine dedi, Darvazaga dedi. Bana Darvazaga. Şakavat Darvazasına. Şuytu bir şey kılattı da özüne. Bolmasa o şu şarttan kir hücum kılıp kir Hanın sarayını al degen ne bolmagan bu? Prikaz bolmagan ahırda. Bolmagan. Aytman bir zetelaplik, özün atın çıgaruu, Zavayevatıl Xiviyski Xanstva degen Pervi general janagıday. Tarixta kaluu. Awa tarixta kaluu nesinde bir şunday ne bolgan da izzetperestlik bolgan da bu adamda. Şu yaklardan düşüngenimiz yaxşı. Keyin ko'p yaxşı Han qaytib keldi. Şu yağmurların arasından geldi. Geldi, bir iki gün oldu şu yerde. Keyin ertesine yine kara bir yerde. Bir iki gün Kaufman 29. mayda aldı bunlar. Xivan'a kirdi. İşte burada. Şu günü nevci veredi. Telegraf çok, endi vaqtda yendi qurulup atır, Taşkentga Jetsudan tartılıp atır, Verniydan tartılıp atır da telegraf. Xat jibiradi, imperatorga отчет jibiradi, отчет jibiradi. Biz deydi, neni aldık Xiva qalasına 29. günü şu darvazasından kirdik, şu aldık Xiva bizga deydi degandi. Sebebi deydi, bu deydi, bunu sizin neyiniz deydi, sizin emriniz bilen bo'ladigan zatlar Pyotr Birinchining tug'ilgan kunining hurmatine shunday bir muqaddas kun 30 may kuniga tug'ilandi bu narsa deydi. Hem 30 may kuni bizlar parad o'tkazdik deydi bu yerda deydi. Hem panixida qildik deydi. Pyotr Birinchining xotirasini qildik deydi. Mana endi şunun armanlari amalga oshdi. Bizlarning o'rs askari Xivada turibdi, Xiva olindi. Baya arman şu neşiyesi. Sebebi Türk'ün Pyotr Aleksandrovski deb koyulan bizlemesi ahir bu. Pyotr'dan başlangan neler Orus hükümetinin istegi Aleksandr II'nin devrinde nihayasına jetti degen şarap vardı bu yerda. Simvolizm vardı ama simbol şunday kılıp bu şu mangıt kırgınam şu Orus'un kanday jağı ne eken hiç kaçan buğa kılıngan yamanlıktan, yaşlılıktan unutmaydığı bir akbaşça şunday bir veliki paşa eken dəlilep koyu şungene gerek buğan zat. Bekar tögülgen uval buğan kanda şunca adamın kanı nesi deyip bakalamamız gerek bu nesine. Afsuski bu nesine bu köp bizlerden tarihçilerimiz neyimiz etibarından çette kalkan nesler eğer jağı malumatlarda kıyaslap okusak özümüzün malumatlar bilen bulardan iştirakçılardan malumatların hem Makka Han'ın bilgen neleri var. Köremiz bu nasıl hemmesi çıkabiledi akan. Yine kızığı Yavutlar meselesinde az biraz açık ettik. Bunlar 700 bin hemmesi ruble serplep, Xivan'ı kolga kırtıp, çünkü yerde talap, çünkü adam talap. Onun üstünde kontrabasya saldı 2 milyon 200 ruble desem bir neler açıktı bayani deydi bu dedi ya bu kontrabasyanın köpüsünü Yavutlar төлеген o deydi. Yavutların boynuna salınan. Bunu da yemez. Bunu da yemez. Yavutlarga nede bunday vakıya boladı. Endi Yavutlar ketdi, Xiva alındı. Hanam qaytib keldi. Biroq Yavutlar yana taxtga kelgan yo'q. Taxtga kelgan yo'q. Endi Kaufman o'ylanadi.
Yomutlarda deydi, bu ahvalda taşıp gitsek güzel. Isaatga getirmezsen, bunların gözü korkuzmasdan, kasabını almasdan taşıp gitsek, bunlar yerten yine kozguydu. Bu bizlerin vazife misyonu becermiydi. Becermiydi. Şunun için deydi, bunlarga deydi, şart koyası deydi, özün orunbasarı var. Gradyekov degen o adam kitap yazgan keyin şu Gradyekov'da. Şu orunbasar general var. Ben şu Gradyekov'ga bu hazır aysaman tak 1115-ci nesin beredi? 1167 sallı sirküler deyimiz предписание beredi de. Sen deydi, yomutlarga barıp ultimatum koyasan deydi, ultimatum koyasan, ya ular bizlerge itaat kıladı hem 600 bin miktarda deydi, Orus rublu tavan pulu da yani kontrabusya tavan pulu төлeydiler ular deydi. Yamasa bizler ularda harbiy yol bilen mecbur kılamız deydi de, uruş kılamız degen gepti aytasan ularga deydi. Endi ikinci yağım var. Orus neleri, atletlerin hammasi şu vaktinde özün ofisirlerinden, soldatlarından şu Xivada turgan vaktında bunlar 146 bin so'm qarzlar bo'lib qoladi. Kampanya davomida. Bular to'layotgan pullari var, kunlik sotishlar var, janilar var, aylıklar var, başka xarajatlar var. Özün soldatlarına qarzlar. Birinchi şunu to'law kerak. Türkmenlerden algan pulun hesabından da kontrabusya hesabından. O Xivaga salınatın, Xiva kalına salınatın yomutlardan bölek. Yomutlarga adeli. Yomutlardan bölek. 600 bin adeli verilir. Kim? Şu adam bana tabirası aytdı. Bu bayani dedi, yomutlar, han, ya yomutlar bizlerden ulkan düşmanımız deyip aytkan o degen gepti aytdı. Bu bayanı dedi, Xiva Hanı dedim, şu ona Atamurat Türkmen'in yomutlarını aytkan, Türkmen'in yomutu var, mesela şu 150 millik halk bolsa bu. İçinde neçe urug'lari var onun biri-birinden böleklengen. Şu qarab olursak hazır şu Atamurat Türkmen hem şudan çıkan, yomutdan çıkan. Ya mesela buna Kurban Muhammed Cüneyt Han hem şu yomuttan çıkan mesela şunda bunlardan nesi? Şunda. Çünkü bu onlar seni onda yetip bakalagan durus bulmaydı. Yine kasem çıkıp koydu. Kaçında yurttu bunlardan. Bütün Konrad'dan şu nege kigençi yomutlar iştirak kılıvadır. Her uçta da, her bunlarla toklaşıyorlar. Şu yomut askerler yurttu da bir de. Xiva kigençi. Şunun için bu ne yapılmıydı? Bunda birden ayıp bulmaydı. Bu diplomatik kılgan aytkan misal üçün, şunday men garanti bere almayman. Kurallangan kuş var, ulkan kuş bular. Sebebi keyingi asırlar davamında ondan şu ayniqsa 19. asırda Əsəxrin şu bizim endi neler Xiva xanlığında, Xiva Xarazm xanlığında deyik. Xiva xanlığı Oruslardan oylab tapqan zatı o. Xarazm xanlığında harbiy neler vazifalar köpünçe şu Türkmenler geldi. Türkmen kabilelerinin yumuşap başlarına. Onlar şu bir koşup yaşaydı bunlar. Buna oturak yaşaydı. Dikançılık, pikançılık, savda neden uzak o. Kenedi nesin ne kadar kitedi bu oldu. Bir yaktan talap kaytadı, bir malına çıkıp kitedi. Şunun için neler eser, bunlar harbi değil, şularga ötüp başlagan da. Ona Vasilovski'nin yazganlarında da bari esne şunda. Yeni beri emellerden hemmesi, ulkan emellerden başkarı, memleketi başkarı Özbeklerden kolunda böyle. Bırak harbi jağı neler, bunlar keşiginde şunday bolgan. Sen men harika vaxtında men xizmatimi kılasam, men sen pulunu beremem. Pulga kıladı. Pulga canlı. Bepul hiç kayıs kılmaydım. Hem elbette ölçeye kıladı bunlar. Şunun için bunlar halktan içinde birlikte faydalansak bunlardan hem senin pulunu da alıp hem şehirde kalkıp alıp gidediler dediler. Murat da var da şundaylar yani arasında. Xulas şu Garadik bir neçe kısım jağı Oruslar bilen bular üstüne jüredi. Ja ultimatum jetkiredi. Yomutun asakallarına, Katkullar sardarlarına, nelerine. Bulardan kısa cevap beredi. Sizlerge töleге pulumuz çok dedi bizlerden dedi. Birinciden, ikinciden isterme urşuda kalemimiz bizler dedi. Vaynun yıkatayım dedi.
заплаты денег нету дейді да. Очень лаконичный был их ответ дейді. Бұлар hücum қылып башы еді. Ана шу циркулярында Городекке жазған несінде Кауфман бір кейін көп өкінеді, шу қатты жоқ қояды. Себебі бұл жерде ол бұндай тапсырады. Сен Түркмен нелерден яумытларға барып шunu гәпті айтырсан, жеткересен, әгер дедісілер олар сен айтқаныңызға көнбесе дейді, бұлардың ауылларын вайран қылын дейді, һәм айлаларын қырғын қылын дейді, айласын, семьяларын. Семья деген бұл қатын балашаға деген де, мына шу қырғын қылын деген сөз өтіп кетеді да, шу сүйгілерінде. Бұны яғылай тыныштыландырын, әуізде қырт ташағын деген сөз айтылады да böyle, қырт ташағын. Бұл жаңа неменен шу отрядта неде болған Makka xanı şu arqalı bu cemaatçılıqqa tarqab ketеді. Ana Eugene Skyer'lar, neler, bunlar bütün başlı mənə bunlar şunday yollar qıldı. Şunday qırğın qıldı. Bunlar da tınış aqalını öldürdü. Қолында құрал бар адам, мәс олар мен ошып отырған адам, мәс тыныш өзінің бала-шағасын неғып отырған, бағып отырған, мысалы үшін ұрышқа жарамайтын аяллар, балалар, нелер. O yerde balağa hem kirette, bala da kirette, qarı da kirette, ayalım kirette. Şuna sen işine. Şunu bu büyük günden keyin bir çapar jiberip sen men aytkanımızdım ne kılar mı dep eskертecek bolacak özün orunbasarında generalda, Garadekipte, Kaufman. Biroq vaqt o'tib ketgan. Garadekip aytadi, şöyle nelerin biri yo'mutlarni quvalab deydi de. Quvalab ketdik izine. Şunlar deydi, ular deydi bir kölдің boyuna qarab kaçtı deydi. Ulkan köl deydi de, Ulkan köl. Arasında bulay cerlikler var deydi, kölдің. Düşетін жерге de şu. Bir nege barsak deydi, 2000 yoğumut deydi. Çukurda kalaşıp yattı bir öğrenci. Hemmesi ölgen. Cerlik göçüp deydi. Ayağı, balası, nesi, hemmesi şu kulağın deydi de, şuraya deydi de. Kaçıp yürüp kulağın da şu kanağın, düşemiz deyip. Düşemiz de kulağın. 2000 adam deydi. 2000 adam. Kurudan kuru. Bunlardan kaçıp. Bunun yani жазғанын айтып отырмын. Şu qayerda men ne ko'rsam, manba ko'rsam, shu manbadan ko'rganimni aytib ketkazib отырмын. Misol shu bu darajada endi bu darajada qirg'in Yevropalarning tasavvuri bo'lmaydi. Bularning qurolidan qochib, bularning zulmidan qochib, o'zini mayli qaytib o'lsa-da, aytib chiqib 2000 odam o'lishini ko'rdik deydi-da, şöyle yomutlarning o'lishini ko'rdik deydi. Kimindan ajab. Bu juda bir dahshatli nelar bo'lganda, misol. Dahshatli nelar. Shuning uchun bu aytacağım bu bir tarixten bir sabah çıkarıp barday yoğun yoktu etip aytımız bize vacibimiz hazır. Mesela musakıl, ne kalatın musakıl, tarih kitaplarında şu nesler aytılıyor gerek şu nesler öğreniliyor gerek kayıttan. Her bir hüccet, her bir nesne, her bir körgezmeler, her bir neler salıştırıp karav gerek de bir öğünü kaçsı şalarsız mısır. Şunda yine eğer bize ne kılan olsa Mağıt'ın halkı yanında köbrek biletince onlardan esinde şu Mağıt kırılımı boyunca bugünkü demiş şu aytacaklarımız. Biletler olsa biletler koşunca olsa eğer şu bizlerden şu esirlerde ötkense o ötmüşümüzge baylanıştı kanday neyse olsa bizlerden buna sohbetlerimizi tamaşa kılıp atırgan haklagan buna yurttaşlarımız bize müracaat kılsın. Almaşıyıq, fikir almaşıyıq. Mesela şu biraz öğrenik bizlerden şütüp tıklayımız əslində tariximiz tıklayımız da. Men endi quvonçliman şu mayli dostlarımızın nese bilgenimizni ayttık. Endigi nelerden başlap yana özümüzün xo'jayligiga qaytamiz. Endi xo'jaylik boyunca juda ko'p aytadigan gaplarimiz bor da. Qadrli do'stlar, men 1970-yilga mana Xiva bosqini haqida men bu xo'jaylikka ta'siri Mang'it qirg'ini ham Xivani bosib olgan haqida yani baribir SSR degan mamlakatning davrida bizlar quramida bo'lmoqmiz. Bu tarixlarimiz to'g'ri yozilmadi. To'g'ridan to'g'ri misol uchun bu yerdagi xalqlarni bir-biriga qarshi qo'yib siyosatlari bo'ldi. Turkmenda O'zbekka, Qoraqalpoqqa, ya'ni bu yerdagi Turkiy millatlarda bir-birine tuğan, tuğuskan milletler bir-birine qarshi qo'yib, ularni
bölüp taslab, misol milliy chegaralarimiz siyosatini qildi keyin ala. Baribir bu yerdagi turkiy xalqlarni birlashtirmeu harakatlarini qildi bular. Hazır ham qilib Qilyapti. Sol bo'yicha bizlar to'g'ri saboq olish uchun, to'g'ri uylanib hozirmne Hayitbay Abduzadekov jurnalist, yozuvchi, Facebook nelarda bor, Facebooklarga kirib ham bir joydan tilchi desangiz ham bo'ladi. Sol hamma so'zlarning ma'nolarini, nelerin to'liq bilan uylanib bugungi kunda men Hayitbayga men o'ylashib turamiz. Qiziqaman. Xo'jayli xalqida qiziqadi deb o'ylayman. O'zining tarixini, qaraxalisi bu Xo'jayli proyektini qilamiz, qo'lning hammasini Hayitbayga bugungi kunda kitob yozib o'tibdi, o'sha bo'yicha Xo'jayli tarixini bo'lgandan keyin yana aralar tarixini o'tamiz, xudo xolasa. Ulkan tarix bor. Ulkan tarix bor, ulkan proyektlar qilamiz, xudo xolasa. Amallik qilib Hayitbayga bilan birgalikda amallik qilib endi Qo'ng'at rayonida da ağalarımız şug'ullanib o'tirgan Aralda o'zbeklar tarixi, ulama tarixi bilan shug'ullanib o'tgan deylar. Yani qatag'an qurbonlar, yani repressiya uchragan qurbonlar. Kesin bir davra stol qilib birga suhbatlashib o'tirib shu fikrlarni jag'day hammaga kerak fikrlar bo'lsa aytsin. Ma'lumotlar bo'lsa aytsin. Ota-bobolarining eshitganlari bor misol. Xalq ko'p narsani biladi. Birovlar bir qism bilan birov hammasini ne qilsa qo'shsak butunlik paydo bo'ladi-da, shunda butun bo'ladi. Birov to'rt ko'r, birov filning, birov xartumin, birov oyog'in, birov quyrug'ini ko'rganda shu xalq ham shunday hammasi jinosa butunlik bo'ladi-da ulardan. Boshqa da tarixlar bor, masalan, repressiya uchragan qurbon ne bo'yicha передач qilamiz, xudo xolasa, Dangar ağa bilan qilamiz, xudo xolasa, ya. Xudo xolasa, davom ettiramiz. Bo'ladi, rahmat. Sog', salomat bo'lin. Keyin ko'rsatuvlarda, xudo xolasa, keyin ko'rsatuvda qaysi temani qilamiz? Biylarni qilamizmi yo ulamalarni qilamizmi? Bo'ladi, biylar ham alohida tema bo'ladi. Murtazo biyning o'zi alohida so'ylasak bo'ladi. O'shamiga bir tema bag'ishlasak bo'ladi. Keyin ulamalarimiz haqida juda ham ko'p narsalar bor. Bizning ulamalarimizni ota-bobolari ularning qayerga qo'yilgani, qilgan ishlari, masalan, ta'siri qanday bo'lgan. Oldin endi Xo'jayli qalasi, Xo'jaylining ishindagi ovullar, buna suvlarimizning atlari, tubamiz bor, suveldimiz bor, japlarimiz bor, xatab jabimiz, nija tashil jabimiz, jana jabimiz deganday shularning atlari bo'yicha bilsa keyin aslan bizlar endi eski tariximizga o'tamiz, xudo xolasa. Mizzaxxonning tarixini o'tamiz. Mizzaxxonda juda ko'p tarixiy eslar, juda qadimiy. Bularga endi ozroq tayyorlik kerak. Bizlar shuning uchun mana men tanlab o'tirgan so'z, tilda aytib o'tiraman. Men Xo'jayli tilida so'ylab o'tiraman. Sababi bu ko'rsatuvlarimiz Xo'jaylichilar uchun. Ya boshqalar men agar o'zim qarasam, istasam o'zbek tilida so'ylarim mumkin, adabiy tilida-da. Qarasam Qarapashda so'ylarim mumkin. Men Qarapa gazetasida bir 7 yilda ishlagan, men yaxshi bilaman tilda. Biroq shu tilni tanladi bular o'rtasi hammaga tushunarli bo'lsin bizning xo'jaychilarga. Eng avvalambor xo'jaychilar bilsin shuni, xo'jayning odamlari. Sababi tilimizda bizning xo'jayli degan so'z yo'q. Xo'jayli bu o'ylab topilgan so'zda, bu sunniy so'zda, bu tabiiy so'z emas. Bizning turkman bilan o'zbek xo'jayli deydi, Qarabaq bilan qozog'imiz qo'jayli deydi. Farqi shu bu. Xo'jayli yo'q bu yerda. Xo'jayli degan so'z yo'q. Bu shuning uchun xo'jayli, xo'jayli aslida xo'jayli shuni qisqargan formasida xo'jayli bo'ladi-da, misol uchun xo'jayli. Biroq xo'jayli bo'lmaydi axir unda. Xo'jay degan so'z yo'q bizlarning tilimizda. Yana bir qo'shiq qatoringiz bormi? O'zing o'zbek bo'la tura degan aytib berdingmi? Endi u nelar mana shu kunlarda yashamoq deydi. Sababi shu kunlarda Xo'jaylida yashamoq bu o'zing o'zbek bo'la turib, Qoraqalpoq jo'raning uyida qozoq do'stligini guvoh tutib, turkman oshnang bilan Xorazm tarixi haqida, ko'hna Xorazm tarixi uzoq va uzoq bahslar yuritmoqdir deydi.
Sebebi eski halk Oğuzlardan çıkan deb alsak, mesela şun eski Xarezm endi bunlar, keyin Özbekler, keyin Kazaklar, keyin Karabaklar degende şöyle jinalıp, hammasi jinalıp, bizlerden hazır Xarezm, eski Xarezm tarixi hakkında bahs yürütüp, qanday bo'lgan o'zi, bu qalanlar qayerdan bo'lgan, bularning ata-bobolar kim bo'lgan, bular qayerdan kelgan, bular qayerdan ketgan degan zatlarda yaman emas, shu narsa o'zi juda bir rasmiy darajada bo'lmasa da burundan başımızdan o'tib keladi. Bizlar turli davrlarda, turli xalqlardan bo'lgan jo'ralarimiz bilan o'tirganda bu narsalar to'g'ri ko'p söylashganmiz-da, ko'p bahslashganmiz misol shu. Endi bu shu davom etib, shu boshlaveradi tariximizda. Ham bu yerda ko'p millatli xalq ekanini shu qo'shiq qatorlarimiz bilan shunday shu bildirib qo'ygansiz-da. Shuning uchun birovga ma'qul bo'lgan bo'lsa kerakki, xo'jalikka kiradigan yerda shuni bayra qilib qo'yamiz endi hammaga. Xo'jalikning kiraverishida bu so'zlar aytmagan so'zlar oltin harflar bilan yozilgan. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Bo'ladi. Shunday Humoyinbek. Ha? Yo'qolib qoldim, o'qimay